Qizlar, bugun sizlar bilan menda bo'lishni xohlaydigan shunaqa g'alati voqealarim haqida gaplashamiz. Menda bo'lishni xohlaydigan, mani bir marta mashina urib ketsaga askincha qolgandi. Lekin men qo'rqmaganman, chunki mashina urib ketishini xohlaganman. Bu menda bo'lishni xohlaydigan g'alati voqeamda. Men mashina urib ketdi, lekin tirik qolsam. Ana ko'rdinglarmi? Просто vau de, tirik qolsam-da. Hammasi urib ketdi. Voy. What the? O'chiramiz. Hazillashim, videoni o'chirmang. Keyingi menda bo'lishni xohlaydigan g'alati voqeam. Men xullas bunaqa tepaliga chiqsam-da, u yoqdan rolikda tushsam-da, masalan, mashinalar o'tadigan tepaliklar bo'ladi-yu, shundan rolikda tushsam-da, rolik hali bilmayman, lekin rolikim bor. Hali video olmoqchiman. Uchinchi voqea bu menda bo'lishni xohlaydigan g'alati voqeam. G'alati, eshityapsizlarmi? G'alati voqeam. Menda xullas bitta multfilmga tushib qolsam-da, har doim Rapunzel degan multfilm qahramonidagi qizni o'rniga tushib qolgim kelaveradi. Rapunzel. Men masalan Rapunzelni 4-5 yoshimdan judayam qattiq yaxshi ko'raman. Kerak bo'lsa shu hozirgi paytgacha Rapunzel filmlarini qayta ko'raman. Men detskiy emas, men qaytadan aytib qo'yaman. Meni shu g'alati voqea bo'lishini xohlaymanki, men Rapunzel o'rniga tushib qolishi, uni hayotida yashash xohlayman. Detskiy demanglar yana. Tavba qildim. Detskiy demanglar. Men shunaqa 3 ta hayotimda g'alati voqea bo'lishini xohlayman. Sizlarning hayotingizda qanaqa g'alati voqea bo'lishini xohlaysizlar? Kommentariyaga yozib qo'yinglar.